bugungi operatsiyada demak tug'ma etiologiyadan kelib chiqqan patologik holat, ya'ni Van der Waals sindromi. Van der Waals sindromi yuz jas sohasida uchraydigan sindromlardan biri bo'lib, bu tug'ma atipik sindromlarga kiradi, kemtiklarga kiradi. Bu bemorda Van der Waals sindromi deganda bu pastki labida uchraydigan tug'ma oqma yo'llar bilan parallel ravishda yuqorilar va taliyada kemtiklar uchraydi. Mana bu bemorimizda yoshligida bir yoshligida xiyeloplastik operatsiya o'tkazilgan, ya'ni labni plastik operatsiya o'tkazilgan. Shundan keyin bemor umuman kelmagan, bemor Qozog'istondan bo'lgan, o'zi davolanmoqchi bo'lgan, lekin u yerda natija yaxshi chiqmagan. Hozir bemor bizga keldi, pastki labida oqma yo'llarini bartaraf etish operatsiyasi o'tkaziladi. Bu birinchi operatsiya, ikkinchi operatsiya xiyeloplastikdan keyin og'iz ichida yuqori lab dahlizida, yuqori lab dahlizdan burun yo'ligacha oqma yo'l mavjud. Ikki tomonlama. Shu ikki tomonlama oqma yo'l bartaraf etiladi. Bugungi operatsiya shundan iborat.